Madrid derbisi Real Atleticoga qarshi. Aha, olovli derbi boshlashdan oldin obuna bo'lishni unutmanglar. Courtois yoki Musso, Courtois 100%. Trent Alexander-Arnold yoki Molina, Oh. Molina hozirgi trend formasi yaxshi emas o'shaning uchun. Rudiger yoki Jimenez, Jimenez, Hausen yoki Langle, Hausen, Carreras yoki Hansko. Carreras, Yarim himoyaga o'tamiz. Valverde yoki Llorente, Valverde hozir super formada. Camavinga yoki Koke, Koke. Tchouaméni yoki Alex Baena, O, Tchouaméni bo'la qolsin. Arda Güler yoki Ademola Lookman. Oh, Arda hozir super formada, Lookman ham super formada. Lookman bo'la qolsin mayli. Hujumga o'tamiz. Kylian Mbappe yoki Antoine Griezmann, Mbappe. Vinicius Junior yoki Julian Alvarez. Oh, hozirgi kunda Alvarez baribir kuchliroq Alvarez o'shaning uchun. Ushbu o'yin hisobi qanday bo'ladi? Taxminiy hisobim Real hozirgi kunda endi Cityni yutdi, o'shaning uchun 2-1 hisobda Real yutsa kerak. Va taxminiylarni albatta yozib qoldiringlar ekan.